Assalomu alaykum hammaga. Yana xudo xolasa yana bir 4 korpus pulximizni boshladik. Bo'yinlari. Suvarkilarni kempida uramiz. Chaybatib mustahkamlatib yana. Ko'rishingiz mumkin. Bo'yinlar ham yana. Bo'yinlar ham tayyor. Romlarimiz birlikdan toza ugoniklardan. Oyoqlarimiz hozir limken limuxlar silinderlarimiz ham toza zavskoy garantiyali. Bo'yinli pachimiklari kichkina narsa emas, katta toza narsalar. Aslan shunday qo'yib boraveramiz. Bitganda xohlasa like bosib, podpiska bo'lib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Ishlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin.